Bas chast kalti bo'ladi, menda turadi. Qolasan hozir qulta ketib boraman. Kulma jinni mana. Mana bu chast kalti. Buni o'qdorlar omborxonasining kalti. A, pushti nimaning kalti? Mana pushti kalti olib ketgan, kompyuterxonaning kalti menda qolib ketib ocholmay yurganmi? Yaxshi. Chast tozalab qo'yiladi dedim, ishni boshlashdi. Nima gap o'zing? Qayerda o'qiyotganding? ICFT'da u yerda 2-kurs yoki undan yuqori kurs talabasi bo'lsang, bitta maktabda o'qigan sinfdoshingni olib kelib o'qishga topshirtirsang, kontraktni 57% gacha chegirma qilib berishadi. Faqat bitta sinfda o'qigan bo'lishing kerak. Seni ham tortaymi? Yo'q, sen hozir max sotib turgan, men armiyadan chiqqandan keyin sizlarda vayni kafedra ochaman o'zim, bittimi? Behruz yaqinda to'yim chiqasan bungacha? Jinni senga nima deyapman? Chast kalti menda lubopay chiqib kelaveraman. Sen nima gaplashdingmi? Kartesh? Yo'q, gaplashmadim hali. Gaplashma, u tankdan kartesh qilib beraman. Voy, adushechika. Bo'pti, biz qaytdik bo'lmasa. To'xtanglar. Nargiz ham yerga tegib ketgandir, bevafo. O'g'illi bo'lib o'g'lining ismini Behruz qo'ydimi? Behruz, sen 1 oylik armiyaga kelgansan. Kelganingga 1 hafta bo'ldi xolos. Vaqt sekin o'tyapti-da. Samatov yur qiviziga. Hozir Dembilla qivizi qo'yib beradi-da, menga o'shangacha chaqirishyapti. Bore. Ishonmang, Max san to'xtasanga sovg'am bor. Mana kim ko'rmasin, o'qdorilar. Rahmat do'stim. Yomon lop aytadi odam asabga tegib, ha? Behruz bilasan menga nima berdi? Nima berdi? O'q berdi. Voy biling, Max sana aldab sivicha berib yuboribdi. Bang.